Tarixdagi eng yomon to'p deb ataladigani bu Jabulani. Aynan o'sha Jabulani faqatgina bir nafar futbolchini haqiqiy yulduzga aylantira olgandi. Bu Diego Forlanning deyarli hech kim bilmaydigan hikoyasi. Aytishadi, hech qachon o'sha odam bilan o'sha to'p o'rtasidagi sevgidek mukammal sevgi bo'lmagan. Ba'zi sevgilar bir umr davom etadi, ammo Diego Forlanning Jabulani bilan munosabati atiga bitta jahon chempionatiga cho'zildi. Shunga qaramay bu tarixga kirish uchun yetarli bo'ldi. Janubiy Afrika 2010 mundialga Adidas kompaniyasi aynan Jabulani to'plarini taqdim etdi. Diego Maradona bu to'pni imkonsiz to'p deb ta'rifladi. Hattoki bugungi kunga qadar u o'zining g'alati trayektoriyalari va darvozabonlarga tug'diradigan diskomforti bilan eslab qolingan. Ammo Jabulaniga qaratilgan barcha tanqidlar orasida uning tilini o'rganib olgan bir inson bor edi. Urugvayning 10-raqamli futbolchisi Diego Forlan. Uning noodatiy xususiyatlarini hisobga olib futbolchi mundialdan oldin 3 oy davomida aynan shu to'p bilan alohida mashq qiladi. Natijada Janubiy Afrikaga kelgach boshqalar hali ham to'pni tushunishga urinayotgan paytda Forlan uning barcha sirlarini bilgandek tuyulardi. U Jabulanini bo'ysundirmadi. Aksincha, uning do'stiga, sirdoshiga aylandi. Boshqalar u bilan kurashayotgan bir paytda esa qahramonimiz Diego Forlan u bilan shunchaki raqsga tushardi. Urugvay yarim finalda Niderlandiyaga mag'lub bo'lib turnirni tark etgan bo'lsa-da, bu muhabbat Forlanga o'sha mundialning oltin to'pini olib keldi. U 5 ta gol urib haqiqiy futbol tomoshasini namoyish etdi. Shunchaki biz Diego Forlandan ilhomlanishimiz kerak. Boshqalar nuqson deb bilgan narsadan siz esa qurol yasay oling. Biz orzu qilib kutgan mundialga esa juda ham oz muddat qoldi. Undagi eng zo'r kontentlardan qolib ketmaslik uchun esa hoziroq sahifamga obuna bo'lib qo'ying.